Öyle kuramiz. Biz ustalar böyle lüboy narsa kuramiz. Bu sayfanın oldiga aptekani biz qurgan. Menga qara, o'zi dom qurishga puling bormi? Odamlar pulni yig'amiz, o'zini puliga qurib beramizda. Ko'pchilik shunaqa qilyapti-ku o'zi. Ya, to'g'ri lekin. Menga qara, dom qura olamizmi o'zi? Ha, molxona qurganmiz-ku. Dom ham molxonadek qurilyapti-ku. Raqsi. Sen nima qilyapsan, Ganduras? Ha, ko'ylayapman. Ha, tuprog'i menga tushyapti-ku. Ha, nima qilay unda men hozir? Bu yoqdan kovla. Ha, bu yoqdan kovlash kerak. Ha, bor. Ha? Endi saniki meniki tushyapti-ku. Haqiqatan, 50 chaylik kalla ishlamayapti. Damaydi. Qachon bitadi? Ha, mana katlavan ishlar bo'lyapti hozir. Ha, uylangan nima? Oting nima edi? Tavakkal. Ha, Tavakkal Gardon. Tavakkal Gardon. Zilzilaga qimilamaydimi? Конечно, 9 balgacha chidaydi. Menga qara. Shu zilzila bo'ladi-ku. O'shaning balini kim qo'yadi? Hakamga hayat qo'yadi. Ravshan Ermatov ham qo'yadimi? U ham hakam-ku. Men qayerdan bilaman? Toshkentga faqat 4 qo'yadi-da, 5-6 qo'ysa bo'lmaydimi? Chiroyli-ku. Nima bu? Dinamit. Shuni zajgalka bilan yo'qasanda, paqirning ichiga tiqasan, bitta portlaydi, katlavon tayyor bo'ladi. Yo'q. Ma, tez tiq. Oldinga keling. Bo'ldi. Chotki. Zajgalka qani? Paqirga tiqdim. Dinamit top keldingmi? Ha, nima bo'ladi? Inangni yeri bo'ladi, qara, nima bo'lishini. Qara! Bizni uy nechinchi etaj? 34-etaj. 34-etaji kecha sotmaganmidi? 5 ta odamga sotdi. Boshqa. Bu uylaringizni kadastri chiqdimi? Kadastr chiqdimi? Kadastr nima edi? Tilla menimcha. Ay yo'q, yerdan nima chiqsa sizlarniki degandingiz-ku, kadastr chiqsa bizniki bo'ladi. Hey dada, bularingiz g'irt mashinnik-ku. Undan ko'ra Sergeli Qumariqdagi Tavrabni olsangiz bo'lardi-ku shu uyni. Yonida aeroport bilan metro ham bor. Yo'q-e? Ha, remonti ham tayyor, kadastri ham bor. Shundoq kirib yashardik dada. Uning pulim yetmaydi-da. Dada, boshlang'ich 25-30% pulini to'laymiz. Yetmagan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yurardik. Uyni ham nomingizga sirazi o'tkazib berardi. Nima bo'ladi? Jiddami? Tavakkal, kadastr chiqdi-yu.